Hech qachon yotoqxonangizda kravatni xonaning o'rtasiga qo'ymang. Ko'pchilik xonalar unchalik katta emas. Agar siz katta kravatni o'rtaga qo'yib, shkafni devorga yopishtirsangiz, harakatlanish uchun joy qolmaydi. Stol qo'yish haqida gapirmasa ham bo'ladi. Shu sababli sizga aqlli reja kerak. Avvalo, gipsli shiftdan foydalaning va ichiga konditsioner uchun joy qoldiring. Konditsioner yashirin bo'lsa, xona ancha bo'sh ko'rinadi. Yotoq boshiga ortiqcha yostiq, ko'rpa va choyshablarni saqlash uchun shkafchadan o'rnating. Tepasiga esa sumkalar uchun javonlar qo'ying. Eshiklarni yopib qo'ysangiz, xona doimo tartibli ko'rinadi. O'rtada kichik bir bo'sh joy qoldiring. Tunda qo'l ostida kerak bo'ladigan narsalar uchun tumba vazifasini bajaradi. Shundan so'ng kravatni joylashtirasiz. Devorga yumshoq qoplama qo'ysangiz, qulaganda ancha qulay bo'ladi. Kravat yoniga ikkita pastki tortmasi bor baland shkaf qo'ying. Pastki qismi buyumlar uchun, ustki qismi kitoblar, hujjatlar hamda tunda telefonni zabt qilish uchun xizmat qiladi. Burchak qismiga katta shkaf joylashtiring. U xuddi mini garderobday xizmat qiladi. Eshiklarni yopsangiz, xona toza va bejirim ko'rinadi. Uning yoniga yana bir shkaf qo'ying. Tepasi mayda narsalar uchun, pastki qismi sevimli kiyimlaringiz uchun. Deraza yoniga past o'rindiqli saqlash joyi quring. Ichiga ishlatilmaydigan narsalarni yashirsa bo'ladi. Pastki qismidagi tortmalar esa shaxsiy narsalar uchun ideal xizmat qiladi. Ustiga yumshoq matras qo'ysangiz, juda ham yoqimli o'tirish burchagi bo'ladi. Uning yonidan ishga yoki o'qishga mo'ljallangan stolni davom ettiring. Albatta, tortmalari bo'lsin. Ustidan esa kitob javonini o'rnating. Darslik va hujjatlar tartib bilan turadi. Yoniga doska qo'ysangiz, muhim eslatmalarni yozib borish oson bo'ladi. Tabriklaymiz. Siz hozir juda ko'p saqlash joyiga ega, ko'p funksiyali yotoqxona mebeliga ega bo'ldingiz. Mebel haqida shunaqa foydali ma'lumotlar uchun sahifamga albatta obuna bo'ling.